Şayadiki muhabbet kasirining Lobinning o'g'limi siz? Shunami? Shu. İsmingiz nima? Abdullah. Necha yoshga kirdingiz? 11. 11 g'imi? Maktabda harbiy mashq qilib boqqanmi? Bakkan. Qachon bitdingiz yo Kaçmaydım. maktabda qachmaydingiz? Yaxshi mashq qilganmi? Unda bo'lib qolib qolsa, futalab qolib qolsangiz, men iPadni beraman. Meningga o'yin qachilashga bo'lmaydi. Dars qachilab, yaxshi o'qib, dadingizni o'ta boyolab ketsangiz bo'ladi, ajma. Bo'lamda? Oldu. Unda bo'lib qolib qolsa, keldikmi? Ko'zingizni tong'ima 1 minut harbiy mashq qildirma. Bo'lamda? Oldu. Mush hojjonning qo'rsidan chikatmay, mushni o'rib etmay, mushning ichida 1 minut ravros pavbo qilsiz. Bo'lamda? Oldu. Mana kichik vallig'i faoliyat qilib qo'lda kichik vallig'im bir mushunda qizqarliq qilib qo'lda dedinglar. Mana mening qilib Hem sonda qolib qolsa Abdullah tayyorlik bitdimi? O birni ichirib chiqib bo'lganmi ya? Chiqib bo'lgan. Ha, ma'qul emsa. Unda qolib qolsa harbiydek mashq qilinglarmi? Dadangning ismi nima? Rahmatim. Ha, dadangning yuzini to'kmoqli bo'lamda? Emsa 1 2 3 muzika. Boshlanglar. Ye. Or. To'xtanglar. Sizlar hozir nada? Mush chemerakning ishidimi yo'qmi? To'xtanglar. Ha? Teshidimi? Chikatganingni sezdingmi? Ha? Rasman? Unda qolib qolsa, endi ko'zinglarni ochma. Futurib etdinglar. 5 botilkini o'rvatsangiz 5 iPad app bersizlar. 2 botilkini o'rvatsangiz 2 iPad app bersizlar menga. Siz Lobenning bolasi bo'lganda ekan. Ochdiq. Nada ekansizlar? Tushunkiman. Nechini o'ribsizlar? Ishkini. Ikkini o'ribsizlar chiroq o'tirganda. 2 tal iPad app beramsizlar menga? Abdullah. Ha? Charchaq qilib qo'ydim. Bu hamda eloqa muzikani qo'yib qo'yman-chu men quloqda. Shu bu bek diqqatni va she'liqi mashq biqishni talab qiladi ma'noda. Shunga hamma kichik bolalarga deydiganim harbiy mashqni har yuz maktabdan qochmanglar. Harbiy mashqni joyida qilinglar, diqqatinglar bilan o'rganinglar. Bu badaningizga salomatlik Abdullah. Menda kichik turib semirib qo'sqangiz chiqibdi. Shunga hammanglarniki harbiy mashqdan qochmaslikni umid qilaman kichik do'stlar. Mushtaq men qila olmayman deydiganlar. Hojjonning g'orsidan birini elib, Dilshod aka, men Palaniyalik. Men sizni saqlayman desanglar, men shu jutga baqa vaqtimda, men Palaniyaga keldim deysizlar. Kelisizlar mening qishimga. Shu yerda sinaymiz. Futalsanglar, iPad so'g'at qilaman, meningga yaxshi o'qish materiallarini qachilab, yaxshi o'rganisizlar. Emsa 2 tal o'rib etdinglar. Bo'pti, hech qiz yo'q endi. Silbayning bolasi bo'lgan ekan. Bu da yana bir tevjan qilib qo'yganlarmi? Bo'lamdi Abdullah? Oldu. Unda qolib qolib, yurak so'zingni 2 qizga qilib qo'yganlar. Abdullah. Gap yo'q. Bugun buni olim gap qilishni. Unda qolib qolsa qarindoshlar, ma'qul amsa, hammanglarga rahmat.